demak kombinatorika va uning elementlari. 7-sinf oxirgi bob mavzuimiz. Kombinatorika va uning elementlari. O'zi kombinatorika bu nima? Xo'p, hamma diqqat bilan quloq soladi. Birinchi guruh ham, ikkinchi guruh ham, uchinchi guruh ham. Kombinatorika so'zining ma'nosi bor. Ya'ni bu nima? Kombinatsiyalash. Ma'lum bir qismlarni, ma'lum bir jismlarni yoki ma'lum bir sonlarni kombinatsiyalash. Sizlar eng sodda kombinatorika elementini eslaringizda bo'lsa, bo'linish belgilarida va berilgan raqamlardan son hosil qilishda ko'rgansizlar. Hozir umumiy bir takrorlab olamiz. Deylik, masalan, sizlarga berilgan 3, 4, 5 va 7 raqamlar berilgan. Shu raqamlardan foydalanib nechta uch xonali son tuzish mumkin desa nima qilardik, nima ishni bajarardik? Agar bilmaydigan o'quvchi bo'lsa, nima qiladi? Hamma raqamdan foydalanib uch xonali sonlarni yozib chiqadi, to'g'rimi? Lekin biz o'sha etmaymiz. Qanday bajaramiz? Demak, uch xonali sonni o'zini ko'rinishini yozdim. Mana A, B, C uch xonali son. Hop, sizlarga bitta savol shu yerda, nima uchun ustiga chiziq tortdim? Uch xonali son bo'lish uchun. Agar chiziq tortmasam, ko'paytirish. Rahmat. Demak, berilgan uch xonali sonda tuzishim mumkin bo'ladigan holatlar bo'yicha ko'raman va shartli ravishda shart berishim kerak. Qanday? Raqamlar takrorlanishi va raqamlar takrorlanmasligi. Umumiy holatda savol bersa, nechta uch xonali son bor desa, foydalanishimiz mumkin. A o'rniga nechta raqam qo'yib bilaman? Umumiy holatda aytyapman. 4 ta, B o'rniga 4 ta, C o'rniga 4 ta. Va ko'paytirsam nechta bo'ladi? 64 ta raqamlar takrorlanishi bilan hosil qilishim mumkin uch xonali son. Tushundingizmi? Raqamlar takrorlanishi bilan umumiy holatda savol bersa, nechta uch xonali son hosil qilish mumkin yoki shart bersa, raqamlar takrorlansa ham mayli desa, demak to'g'ridan to'g'ri berilgan raqamlar bilan kombinatsiya qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, agar raqamlar takrorlanmasin desa nima qilamiz? Raqamlar takrorlanmasin. Demak, A o'rniga nechta raqam qo'yishimiz mumkin bo'ladi? 4 ta, B o'rniga 3 ta, C o'rniga 2 ta. Nechta bo'ladi? 24 ta. Demak, raqamlar takrorlanmasa 24 ta, raqamlar takrorlansa 64 ta. Endi shu yerda qo'shimcha savol sizlarga. Nechta hosil bo'lgan uch xonali sonda kamida ikkita raqam takrorlangan? Nechta hosil bo'lgan uch xonali sonda kamida ikkita raqam takrorlangan? Nechta? 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 Yo'q. Nechta? O'ylaydi. Bu nima edi? 40 ta, Feruz. Umumiy son. Bu nima edi? Raqamlar takrorlanmasa. Demak, nechtasi takrorlanadi? 40 tasida. Umumiysidan raqamlar takrorlanmaydigan holatni olib tashlasak, raqamlar takrorlanadigan holat qoladi. Bu uchun alohida formula yo'q. Delikgina bitta shuni o'ziga men davomiy jihatdan sizlarga savol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 0 raqamlardan foydalanib nechta uch xonali son tuzishim mumkin? Yana A, B, C ko'rinishda yozsam nima bo'ladi endi? Menga umumiy holatdagisi kerak. A o'rniga nechta? 7 ta, B o'rniga 8 ta, C o'rniga 8 ta. Nima uchun A ga 7 ta oldim? Sabab birinchi o'rinda 0 kelmaydi. Bajarsak nechta bo'ladi? 448 ta bo'ladi. Endi agar raqamlar takrorlanmasin desamchi? 7 ta. 7 ta nimaga 7 ta bo'ldi tushunmadim. Bittasi bunga o'tdi, shu sababli 8 tadan bitta kamaydi, lekin bu yerning o'zida 0 kela olmasligi uchun 7 ta. Endi ko'paytirsak nechta bo'ladi bu yerda? 6 tani hisoblaylik. 294 ta bo'ldi. Tushunarli? Buni sizlar sodda elementar kombinatorikani dast avval ancha oldin o'rganib bo'lgansizlar. Endi umumiy holatdagi biz qoidalarga yuzlanamiz. Kombinatorikani holatlar bo'yicha va hodisalar bo'yicha
ko'rinishlari. Demak, qaysilar? Birinchisi qaysi bo'ldi? O'rinlashtirish. Ikkinchisi ko'paytirish. Uchinchisi guruhlash. Bular nima edi va qanday hisoblanadi? O'rinlashtirish deganda biz nimani tushunamiz? Deylik, masalan, kitob javoniga men 8 xil kitobni joylashtirmoqchiman. Har bittasini o'zining o'rni bormi? Deylik, masalan, birinchi algebra qo'ydim, geometriya qo'ydim, fizika qo'ydim. Shu 3 tasini o'zida ham yana almashtirishim mumkin, to'g'rimi? Endi 8 ta uchun umumiy o'rinlashtirish desa, qaysi formula bilan yozdik? Pn teng n ning faktoriali. Ya'ni bu yerda faktorial nima degani edi? Faktorial nimaligini eslab olamiz. Birdan boshlab o'sha songacha bo'lgan ko'paytma. Ya'ni umumiy holatda yozsam 1 kara, 2 kara, 3 kara, 4 kara va hokazo necha bo'ladi? N. Demak, bu o'rinlashtirish. Yana savol menga, masalan, birinchisi uchun misollar bilan birato'la ketamiz. O'rinlashtirishga misol bo'lsa, 1 bilan belgiladim. Deylik, menda 5 ta, ko'p aytmaymiz, 5 ta kitob bor. Shuni kitob javoniga necha xil holatda terishim mumkin desa nima qilar ekanmiz? Demak, P 5 ta hisoblaymiz. Nima bo'ladi bu? 5 ning faktoriali, ya'ni 1 2 3 4 5 necha? 120. Demak, atiga 5 ta kitobni 120 xil holatda joylashtirishim mumkin. O'zi 5 ta kitob, lekin 120 xil holatda joylashtirishim mumkin. Xo'p, ko'paytirish. Ko'paytirish bu nima bo'lardi? Ya'ni, deylik, masalan, bizga n ta futbolka bor va n ta shim bor. Shu holatda, masalan, berilgan bo'lsa, umumiy nechta kombinatsiya bilan uni kiyishim mumkin? Qanday? Demak, umumiy holatda topsam buni nima bo'lar ekan? n kara n, ya'ni n kara n ko'paytirish bo'ldi. Deylik, masalan, Nura bordida magazindan 5 ta sneakers oldi, 4 ta alpengold oldi. Nechta xil holatda yeyishi mumkin? 20 xil holatda, ya'ni birinchi, lekin yarimta yeyish hisob emas. Tushundingizmi? To'liq yeyish kerak. Xo'p, guruhlashga nima kiradi? Ya'ni qanday guruhlaymiz? Deylik, sinfda oddiygina o'zlaringizdan uzoqqa ketmaymiz. Sinfda 30 ta o'quvchi bor. 30 ta o'quvchidan men sinf kun va uni yordamchisini tanlab olishim kerak. Yoki 3 tasini tanlab olishim kerak. Bunda qanday hisoblayman? O'sha 30 tadan 3 tani olish imkoniyatlarini ko'rib chiqaman. Demak, bu qanday bo'lar ekan? S n tadan n tani tanlash. N ning faktoriali taqsimda n ning faktoriali ko'paytirilgan n minus n ning faktoriali. Ya'ni bu yerda tushunib olishlaringiz uchun n umumiy son n-chi tanlab olishdagi sonlar. Xo'p, demak, ikkinchi misol ko'ramiz. Boya og'zaki aytib ketdik. Nima bo'ldi? Deylik, masalan, 5 ta futbolkamiz bor. Masalan, 8 ta shimimiz bor. Umumiy holatda necha xil kiyishimiz mumkin? 5 kara 8, ya'ni 40 xil ko'rinishda kiyishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi holatda nima dedik? Sinfimizda 30 ta o'quvchi bor. Bundan 3 tasini tanlab olmoqchiman. 3 tasini tanlab olishim kerak. Nima qilaman desa, demak, S 30 dan 3, ya'ni 30 tadan 3 dan tanlab olishim kerak. Qanday hisoblaymiz? Demak, 30 ning faktoriali taqsimda 3 ning faktoriali ko'paytirilgan 30 minus 3 ning faktoriali. Endi savol, 30 ning faktorialini hisoblab olasizlarmi? Yo'q. Bu uchun nima qilamiz? Pastdagi bilan qisqartirishimiz mumkin. Qanday? Demak, nima hosil bo'ldi? 30 ning faktoriali taqsimda 3 ning faktoriali 27 ning faktoriali. Endi savol, 30 ning faktoriali bu nima? Birdan boshlab 30 gacha bo'lgan ko'paytmami? 27 ning faktoriali nima? Birdan boshlab 27 gacha. Demak, 30 ning faktoriali ichiga 27 ning faktoriali nima qiladi? Kirib ketadi va mana shu holatda qisqartirsam nimalar qoladi suratda? 28, 29 va 30 taqsimda 3 ning faktoriali. Tushunarli-a? Bunda hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan. Endi yana bir holatimiz bor. Bu qaysi? Deylik, masalan, salomlashishlar soni deyiladi ko'chada yoki
ba'zi masalalarda keladi bu narsa. Futbol chempionat bo'lganda yoki shaxmat o'yinida, olimpiadalarda, xullas bellashuvlarda ko'proq keladi. Umumiy holatda nechta uchrashuv va nechta masalan o'sha yutish imkoniyati deydi, nechtasi yutadi, nechtasi yutqazadi deydi. Bunda olishimiz kerak qanday edi formulasi? Eslab olamiz. N kara n minus 1 taqsimda 2. Bu nimani bildiradi desa, bu yerda n umumiy soni. Demak, n umumiy soni. n-1 nima desa, endi savol. n-1 ni ifoda qilishim uchun, deylik masalan 10 ta odam o'tiribdi. Bitta odam necha kishi bilan so'rashadi? 9 kishi bilan. Chunki o'zi bilan o'zi so'rashmaydi. Demak, n-1 degani bu o'zidan tashqaridagilar. Tashqari. Xo'sh, nima uchun 2 ga bo'ldim? Sabab, nima uchun 2 ga bo'ldim? Qani, kimni esida? Birinchi, ikkinchi guruhda kimni esida? Nima uchun 2 ga bo'ldim? Chunki bitta kishi deylik masalan men Aziz bilan so'rashsam, bu bilan so'rashganim, Aziz bilan meni ham so'rashganim nima? Ikkalasi bitta. Men bilan Aziz bilan men. O'sha uchun 2 ga nima qildik? Bo'ldik. Demak, bitta misol ko'ramiz shunga ham. 10 ta odam bor. Ular uchrashganda nechta so'rash bo'ladi, nechta salomlashish bo'ladi? Demak, hisoblashni nima qilar ekanmiz? 10 kara 10 minus 1 taqsimda 2. Demak, 5 kara 9, ya'ni 45 ta. 45 ta so'rash bo'lar ekan. Tushunarlimi? Demak, bu kombinatorika mavzusi edi.